ilgarigi videolarimizda aytganimizdek, har bir inson o'zini hayotida tushuntirish xati yozgan va tushuntirishi xati to'g'risida hech kim bir o'ylab ko'rgan vaqti bo'lmagan bo'lsa kerak. Bu asoslimi, bu qonuniymi, qayerdan keldi, nima sababdan tushuntirish xati deb nomlanadi va bu tushuntirish xati kelgusida, kelajakda qanday oqibatlarni olib kelishi mumkin? Tushuntirish xati tergovchi, surishtiruvchi yoki boshqa shaxs tomonidan tepasiga yolg'on guvohlik to'g'risida ogohlantirishganda qonuniymi, qonuniy emasmi va bu ko'zda tutilganmi yoki tutilmaganmi degan savollar odatda hech kimni qiziqtirmaydi. Chunki u vaqtda siz bosim ostida, ta'sir ostida, ruhiy holatingiz nostabil bo'lgan holatda tushuntirish xati berasiz va uni to'xtatish yo'llari bormi? Buni qandaydir boshqa kunga o'tkazish imkoniyatlari bormi haqida umuman o'ylab ko'rmagan bo'lasiz. Aslida tushuntirish xati haqiqatdan ham birlamchi hujjat hisoblanadi va bu birlamchi hujjat endi sizning hayotingizni o'zgartiruvchi bo'lgan jinoyat ishi, umuman materiallar yoki boshqa bir ishdan olish, mana shu kabi hujjatlarning asosi hisoblanadi. Bu haqda kimlar olishi mumkinligi haqida qonunchilik aniq belgilab qo'ygan. Harbiy qismlar, ichki ishlar organlari, bojxona, soliq va bu qator 14 ta tashkilot hisoblangan bo'lib, bular hammasi sizdan tushuntirish xati olish imkoniyati mavjud. Lekin bu yerda sizni qanaqa huquqlaringiz bor degan savol albatta sizni qiziqtirishi lozim. Tushuntirish xatini yozayotgan vaqtingizda tepasida shapka qismida kimni nomiga yozilayotganligingiz muhim. Bundan so'ng o'zingizni ma'lumotlaringizni kirgizdirishingiz va so'ngida familiyangizni yozish va tushuntirish xati deb yozasiz. Bundan so'ng siz tushuntirish xati yozishni boshlaysiz. Mana shu yerda e'tibor berishingiz lozim bo'lgan holatlardan bittasi, tushuntirish xatini o'zingizga qarshi berayotgan bo'lsangiz, o'zingizni qilmishlaringizni ochib berayotgan bo'lsangiz, bu tushuntirish xatini darhol to'xtatish imkoniyatingiz bor va umuman tushuntirish xatini yozishdan bosh tortishingiz mumkin. Bosh tortishda ham qonuniy bosh tortish lozim. Ya'ni siz men umuman tushuntirish xati bermayman, xohlamayman deyishga haqqingiz yo'q. Siz bu yerda qonuniy asos kerak bo'ladi. Mana shu yerda siz aytishingiz bo'lgan 3 ta variantlardan birini o'rgataman. Birinchisi va eng asosiysi, men berayotgan tushuntirish xatim va yozayotgan holatlarim qanday huquqiy oqibatlarga olib kelishini anglab yeta olmayapman va bu haqda mening yetarli huquqiy malakaga ega emasligim menga pand berishi mumkin. Shuning uchun advokatni talab qilaman yoki o'zimni advokatimni olib kelaman deyishga haqqingiz bor. Ko'p holatlarda o'zingizni advokatlaringizdan foydalanganingiz ma'qul deb hisoblanadi. Bu yerda tergovchi, surishtiruvchi yoki boshqa shaxsning taklifi bilan kelgan advokat doimiy ravishda ham sizni foydangizga yordam bermasligi mumkin. Va shuning uchun siz advokat huquqiy yordam kerakligini vaj qilgan holda tushuntirishni boshqa kunga berishni, ko'chirish haqida iltimosnoma kiritishingiz ham mumkin. Bu birinchisi edi. Endi ikkinchi variant. Ikkinchi variantida odamning ruhiy holati, jismoniy holati, kasallik holati ham tushuntirish berishni boshqa kunga ko'chirish uchun sabab va asos bo'ladi. Siz misol uchun birdaniga o'zingizni noxush his qildingiz yoki sizni ko'nglingiz aynadi, boshingiz aylandi yoki siz o'zingizda ruhiy holatingiz nostabilligini tushunib yetyapsiz. Siz bu haqda ham mas'ul mansabdor shaxsga qaratib, kechirasiz, men hozir bergan tushuntirish xatimni ruhiy ta'sir ostida beryapman va hozir umuman imkoniyatim yo'q. Mening holatim, ruhiy holatim va sog'liq holatim bunga yo'l bermaydi deya tushuntirish berishingiz mumkin va kunini boshqa kunga qoldirishingiz mumkin. Uchinchisi, agar tushuntirish xati berishni boshlagan bo'lsangiz, unda obed vaqtiga to'g'ri kelgan bo'lsa, ya'ni tushlik vaqtiga to'g'ri kelgan bo'lsa yoki kechki vaqtga to'g'ri keladigan bo'lsa, siz bundan ham foydalangan holda boshqa vaqtga o'tkazdirish yoki muddatini cho'zish haqida iltimosnoma kiritishingiz mumkin va umuman tushuntirish xati yozishni to'xtatishingiz ham mumkin. Va to'rtinchisi, eng asosiysi, agar siz o'zingizni og'zingiz bilan bo'layotgan voqealarni aytib bermasangiz, ruchkani qo'lingizga olib o'zingiz yozmasangiz, bu holda sizdan tushuntirish xati olish imkoniyati mavjud emas. Va shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi sizni majburiy tarzda sizdan ko'rsatma olish yoki tushuntirish olish imkoniyatini hech kimga bermaydi. Shuning uchun tushuntirish xatini berish ixtiyoriy hisoblanadi. Siz majbur bo'lgan holatingizda ham bermaslik imkoniyatlarini topish yo'llari bor. Endi yana bitta holat, sizni tushuntirish xati berayotganingizda nima sababdan va qanday oqibatlarni kelib chiqarishi mumkin degan fikr albatta o'ylantirishi lozim.
siz berayotgan birinchi ko'rsatmalar kelgusida tergov vaqtida ham sud vaqtida ham eng ishonarli ko'rsatmalar hisoblanadi. Sababi issiq jinoyat ochilgan holat yoki ruhiy holatdan tayyor bo'lmagan birinchi ko'rsatmalarga ishonch qolgan o'ylab ko'rib berilgan javoblarla ila olingan tushuntirish xatiga nisbatan qimmatliroq hisoblanadi va bu sud tomonidan ishonchga sazovor deb hisoblanishi mumkin. Shuning uchun tushuntirish xati berayotgan vaqtimizda albatta o'zimizni to'xtatib bosib olamiz va kelgusida bu qanday oqibatlar olib kelishi mumkinligini inobatga olgan holda men yuqorida ko'rsatgan 4 xil variantlardan birini qo'llashni boshlaymiz. Xo'p, tushuntirish xatini o'zi siklik jarayon sifatida ko'radigan bo'lsak, tushuntirish xati qanday olinadi? Siz tushuntirish xatida boshida sizga erkin bo'lgan voqeani yozib berishni taklif qilishadi. Bu ham protsessual lavushka, ya'ni protsessual qarmoqlardan biri hisoblanadi. Sababi siz nima haqida yozishni bilmagan holda sizga lekin yozish uchun ruchka berilgandan keyin o'zingiz bilmagan narsalarni haqida yozishni boshlaysiz. Vaholanki bo'lgan holatni aniq bilmaganligingiz bu sizga huquqiy oqibat tug'diradi. Shuning uchun tushuntirish xati yozish vaqtida erkin savolni beradigan bo'lsa, erkin hikoya tarzida sizga berilayotgan imkoniyatdan foydalangandan ko'ra tushuntirish xatini aniq savol-javob bilan o'tkazish taklifini berishingiz. Nima haqida yozay? Va iloji boricha tushuntirish xati yozilayotgan vaqtda qisqa va lo'nda yozishni harakatini qiling. Doston sizni foydangizga xizmat qilmaydi. Aksincha qancha ko'p yozsangiz, shuncha ko'p sizni aybingizni isbotlash uchun asoslar topilishi mumkin. Bu yerda ham endi ko'pchilik aytadi, tushuntirish xati hech narsani hal qilmaydi. Men chaqiraman, chaqirilganda borsamda tezdagina tushuntirish xatisini bersam, shu bilan balki meni jinoiy javobgarlikka tortishmas, balki umuman bilishmas degan fikr bilan qo'rqmasdan mardlaricha ichki ishlar organlariga yoki boshqa organlarga borishadi. Vaholanki mana shu yerda eng asosiy elementlardan bittasi, siz xato nuqtai nazarlardan bittasi bu tushuntirish xati berish jarayonida siz ruhiy holatda bosimni natijasida siz mana shu ishxonani, ya'ni tergov tashkilotini va boshqa umuman tashkilotlarni tezroq tark etish uchun tezroq yozishni harakatini qilasiz. Va bu yerda eng asosiy xatolardan biriga yo'l qo'yasiz. Tergovchini esa hech narsa emas yoki umuman ichki ishlar xodim va umuman xodimlarda hech narsa emas, aka bo'lgan voqeani qisqagina yozib bering, bu haqda keyinchalik aniqlashtiruvchi savollar bilan kengaytirib olamiz degan narsasi sizni tinchlantirishi lozim emas. Aksincha bu savollardan keyin siz erkin suhbat tarzida aytib berganingizdan keyin endi surishtiruvchini qo'shimcha savollariga javob berishga majbur bo'lib qolasiz. Sizga berilayotgan aniqlashtiruvchi savollar bilan sizni aynan shu jinoyatda yoki umuman qilmishda rolingizni, bajarayotgan vazifangiz va o'rningiz va yetkazgan zarar va boshqa holatlarga aniqliklar kiritiladi. Shuning uchun bu yerda o'ylab, chuqur mulohaza bilan javob berish lozim. Bundan tashqari, xo'p, advokatni sizga qanday yordam berishi mumkinligi? Advokatni sizga qanday yordam berishi mumkinligi agar vaqtida jalb qilingan sizni o'zingizni advokatingiz o'zingiz bilmagan holda tushuntirish xati orqali umuman aloqador bo'lmagan jinoiy javobgarlikdan olib qolish imkoniyatini paydo qiladi yoki bo'lmasam hech bo'lmasam sizni himoya pozitsiyangizni birlamchi negizini shakllantiradi. Ya'ni bu haqda keng tarqalib hamma bo'lgan voqealarni aytmasdan portsiyali aytib berish natijasida kelgusida himoya strategiyasini to'g'ri tanlash yo'lidan olib boradi. Mana misol bo'lgan voqealardan bittasi, ikkita sherik, bittasi ikkinchisiga aytyapti, meni palonchi tanishimni uyiga olib borib qo'y, ishim bor deyapti. Bu yerga borgandan so'ng ikkinchi sherik kirib pichoq o'qtalgan holda undan pullarni talab qilyapti. Buni natijasida qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha aynan pichoq o'qtalgan yigitni ko'rsatmasiga asosan umuman hech narsadan xabardor bo'lmagan, taksi rolini o'ynagan yoki taksi vazifasida do'stini gapiga ishonib olib borgan odam ham uni sherigiga aylanib qolyapti. Vaholanki advokatni mana shu yerda malakali yordami natijasida bu umuman sherik emasligi, umuman taksistligi va umuman unga borishda buni aytayotgan gaplari noto'g'riligini ketma-ket isbotlash yo'li bilan bitta insonni javobgarlikdan olib qolish imkoniyati paydo bo'ldi. Shuning uchun doimiy ravishda ham advokatning yordami sizga qimmatga tushadi deyish kerak emas. Siz to'layotgan to'lov kelgusida qamalayotgan vaqtingizga nisbatan ancha arzonga tushishi mumkin. Shuning uchun advokat bilan ishlash jarayonini bizda madaniyat yo'q bu to'g'risida, lekin mana shu narsalarni yo'lga qo'yish orqali siz sog'lomroq va xavfsizroq bo'lishingiz mumkin. Endi
ayrim hollarda siz tushuntirish xatlarini berishga majbur bo'lib qolasiz. Bu hollarda nima qilish kerak? Siz majbursiz, sizga tazyiq o'tkazilyapti. Aynan shu vaziyatda siz tushuntirish xati bermasligingizda imkoniyat yo'q. Siz bu yerdan qochib chiqib ketishingiz kerak, lekin imkoniyat bo'lmayapti. Bu yerda ham o'ziga yarasha bitta life hack bor. Eskidan bu life hackni men o'ylab topmaganman. SSR vaqtidan, ya'ni Sovet ittifoqi davridan qolib ketgan bitta life hack bor. Familiyasini yozish oralig'ida ikkita harf qo'shimcha qo'yib qo'shib ketish. Ya'ni haligi imzo qo'yish jarayonida ham ikkita qo'shimcha meni majbur qilishdi, meni majbur qilishdi degan shakldagi harflarni qo'shib ketish kelgusida aynan sizni majbur qilganligini chiqqan zahotingiz ariza qilish yo'li bilan mana shu belgi sifatida ishlashi mumkin. Lekin bunga ham huquqiy baho berish aynan prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladi. Siz agar bu belgini qo'ysangizda, lekin bu bundan foydalanmasangiz, bu bo'yicha ariza qilmasangiz, bu belgini sizga umuman foydasi yo'q. Shuning uchun mana shu yuqoridagi aytgan har bitta holatlarimizdan kelib chiqqan holda tushuntirish xati bu asosiy birlamchi hujjat bo'lib, bu juda katta ahamiyatga ega. Hayotingizni o'zgartirib yuboradigan darajada ahamiyatga ega. Shuning uchun sizlardan bitta nimamiz, har bitta harakat, har bitta yozayotgan xatingiz, har bitta qo'yayotgan imzongiz ostida sizni javobgarligingiz turishi mumkinligi haqida chuqur mulohaza yuriting va to'g'ri tanlangan vaqtda va to'g'ri tanlangan advokat yoki yordamchi va kerakli joyda berilgan qisqagina konsultatsiya ham sizni kelajagingizni ancha o'zgartirib yuborish imkoniyatini beradi. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Bu video menimcha qisqa bo'lsa-da sizlarga targ'ibot sifatida nima qildi, amalga oshirildi. Ya'ni bu videodan siz maqsad sizni jinoiy javobgarlikdan olib qochish emas. Ya'ni bu targ'ibot. Sizni huquqiy bilimingizni, huquqiy ongingizni oshirish orqali demokratik davlatning asoslaridan biriga qurilishiga yordam berish. Shuning uchun bu videoni o'zingizni tanishlaringiz orqali yoki sizni o'zingizga yaqin bo'lgan insonlar orqali tarqatish va bizning kanalimizga obuna bo'lish bizni birinchidan xursand qilsa, ikkinchidan sizga bilim berishni va kengroq jamoaga, ya'ni kengroq aholiga o'z huquqiy bilimlarini oshirishga salohiyatli yordam beradi degan umiddaman. Shuning uchun bizning kanalimizga obuna bo'lish yodingizdan ko'tarilmasin. Tanishlaringizga yuborib qo'ying va umuman bizni ko'rganligingiz uchun sizga rahmat. Like bosishni esa biz sizni minnatdorchilingiz sifatida qabul qilamiz. Like bosishni unutmang.